Muhiddin aka, pul o'zi nima? O zo'r savol. Pul yaxshi ishchi, yomon xo'jayin. Ko'pchilik pul topadi, lekin u pulni qo'liga olgandan keyin u qanaqa funksiya bajarishini bilmaydi. Aslida funksiyasi yaxshi ishchi yoki siz o'sha pulga xizmat qilayotgan bo'lsangiz, yomon xo'jayin. Sizni kechalari ishlashingizga sabab bo'ladigan narsa pul. Pulga ishlashim kerakmi yoki yo'qmi degan savolga boshida siz pulga ishlaysiz, jamg'arma qilasiz, pulni yig'ib o'sha pulni ishlashga majbur qilasiz. Pul ishlab pul topish kerak. Xarajat bilan ishlashni farqi bor. Xarajat bu pulni xarajat qiladigan bo'lsangiz, u sarflagan joyingiz qaytib kelmaydi. Ishlash degani bu ishlatasiz, ko'proq bo'lib qaytib keladi. Ko'pchilik shu narsaga e'tibor bermaydi. Meni sizga tavsiyam, pul bo'lsa ishlashga harakat qiling. U kechasi ham, kunduzi ham ishlab sizga pul topib keladi. Yoki o'zingiz ishlab o'sha pulga xizmat qilishingizga to'g'ri keladi. Boylar pulidan ishlatadi, kambag'allar o'zini ishlab topgan pulidan ishlatadi. Boy bilan kambag'alning nima farqi bor desa, fikrlashida, pulga bo'lgan munosabatida. Agar siz pulga bo'lgan munosabatingizni yaxshilaydigan bo'lsangiz, siz ham qo'lingizda pullar ko'payishni boshlaydi. Shunaqa foydali ma'lumotlar o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan keyingi video sizga foydali bo'lishi mumkin.